Yo, hammaga Inchondan salom o'rtoqlar. Ko'rib turganinglardek, men sohildaman, dengizda, lekin men bu yerda ko'rib turganinglardek dengizdan suv qochib ketgan. O'zi aslida shu dengiz bahoni Inchonga kelgan edim, cho'milishga. Shunaqa ekan, ko'ramiz, odamlar ham cho'milyapti hozircha. O'tib ko'raman, agar iloji bo'lsa, why not? Nimaga deydi-yu? Tushib ko'raman. Bu Inchon aeroporti orqa tomonida shunaqa Urangnimi degan beach yozib qo'yaman hozir. Talaffuzida qiynalaman. Hozir borib ko'ramiz. Undan oldin men bu orqamda turgan joyda ko'rsanglar, men bu yerda ikkita hozir koreys amaki bilan xola ketyapti, netga nimadir borga o'xshayapti. Shuning uchun men ham qiziqib borib ko'raman. Ungacha bo'lsa siz videoga xush kelibsiz va albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ko'rib turgan paytda podpiskam nechta ekan? Hozirgi paytda 920 tami, shunaqa, mingtaga ozgina qoldik. Agar siz ko'rib turganda mingtadan o'tib ketgan bo'lsangiz, demak, podpiska bosib qo'yavering baribir. Bundan ham ko'payishimiz kerak. Instagramga ham o'tib qo'ysangiz bo'ladi, agar qiziq bo'lsa. Mana bu yerda chiqadi pastda. Instagramim yerda ham 6000 ta bo'ldi yaqinda. Hozir 6100 nechta ham. Yerda ham tezroq 10000 ta bo'lishimiz kerak. Lekin boru atay suv yo'q bo'lsa ham arziydi. Qaranglar, mana bu ranglarni chotki turishini. Takoy sochni bo'lib, odamga yoqadigan. Mana bu yerdagi toshlar, dengiz. Qiziq. Xullas, videoni oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Tushunib turganinglardek, bugun Inchondan bir kunlik vlog bo'ladi. Bugun yana payshanba, doimgidek ishdan damim bor, dam olaman. Shuning uchun ozgina Seuldan uzoqroqqa emas, Seuldan chiqib, xullas shahardan chiqib shu Inchon tomonga keldim. Inchon ham albatta shahar. Seuldan chiqib boshqa joyga borgim kelgan edi, shuning uchun Inchonga keldim xullas. Videoni kuzatishda davom etinglar. Hali qiziq narsalar bo'ladi xullas. Tushunishim bo'yicha hozir adashmasam tepasiga chiqdim. Bu yerda faqat g'alati joylar ekan. Astagfirullah. Bu yerda menimcha faqat shu. Men bu pastga sohilga tushsa bo'ladi, bo'ldi. Tushigim kelmadi, to'g'risi erindim. To'g'rida. Bu yerda sohil bor. Bu yerda toshli ko'rsanglar bo'ladi. Baqavoting kamerabek. Xullas shunaqa boradigan joyim ko'p. To'ta qolib ketaman bunaqa qilib yuraversam. Hozir boyaga zombi apokalipsis bo'lib turgan joyga boramiz. Hozir albatta bunaqa gaplarimdan keyin YouTube chiqib bloklab qo'ymasa bo'ldi videoni. Mana. Ana shu sohilcha bor ekan takoy. Bunaqa bashkan aylar menda doim bo'lib turadi. Tak что bir 10 dan birini ko'ryapsizlar, shuning uchun xavotir olmanglar. Bu bola jinni ekan deb o'ylamanglar. Annyeonghaseyo. Tagiba? Hadi. Xullas, koreys amaki mo'lyapti dedi. Borib keldim dedim. Ko'rdinglar. Va men buni qarang. Men bitamda kelganda cho'tga ko'rinar ekan men bit. Hoppa. Sekinda tushib kelamiz. O'zi ko'rsatmasligim kerak edi. Hamda reaksiya bilan kelishim kerak edi men. Kelaman. Fokusda o'chiramiz. Mana bunda uzoqroq ushlayman kamerani. Hop. Yana ozgina tushaman. Yana dicha. Mana reaksiyadan beraman уже. Bunday qaradim. Bunday yon atrofga vau deyman, miyamda qatiqi chiqib ketadi keyin. Mana bu yerda mana bunaqa atmosfera bo'ladi. Zoom borligi uchun sizlarga ham takoy jotki bo'lib ko'rinib beradi. Mana bu yerda o'zi boyaga apokalipsis bo'layotib nima bo'lsa bo'p. Deb osmon ham zo'r. Aziz do'stlar, hozir internetga borib ko'ramiz. Xullas o'rtoqlar, mana bu tomonga keldim, boyagi joydan.
boya anetta to'g'ri dedim, tak ashet dedim. Qo'lga mana krossovkachalarni olib, ash kamera va qiynaydi bor-u. Yalanga yo'q. Oyoqda qaranglar. O'tgan safar haligi So'qcho'ga borganda kuygan issiqda. O'shandan keyin terisi ko'chib, shuning uchun vashi oyoq ikki xil bo'lib ketgan. Mana xullas yon atrofim. Men bu yerda bratishkalar nimadir qilib o'ynayapti, mana. Xullas shunaqa vashi ko'p gapirib yubordim menimcha. Bunday bo'lsin, to'g'rimi? Mana endi qaytaramiz. No, xullas shu o'rtoqlar. Videoni ko'ryapsizlar, like, podpiska esdan chiqmasin. Yozib qoldiring. Siz videoni ko'rib turganingizda nechta podpischigim bor edi kanalda? Ha. Mr. Smith yaramas serialari. Men bitirdi ham. To'g'rida beach, sohil. Osmonda qaranglar, takoy chotki. Mana lens qo'shganim uchun ham, zoom qo'shganim uchun video qanaqadir zo'r chiqyapti. Keldi va nihoyat o'rtoqlar. Suv rostdan ham bu yerda ham vashi iliq ekan, bor suvga tushimikan deb o'ylab turibman. Mana xullas. Lekin suv So'qcho'niki daqa toza emas. Mana bu yerda olsa, kameramiz ham. Mana xullas. Odamlar cho'milishyapti. Lekin suvi So'qcho'niki daqa toza bo'lmasa ham, lekin So'qcho'da vashi muzdaydi suv. Balki ob-havoga ham bog'liqdir, boshqa narsaga ham bog'liqdir, bilmayman endi uni nimaga bog'liqligini. Juda bir urushib qolsak kerak kamera bilan solishaverib takoy. Lekin bu yerda vashi iliq ekan. Suv sal xiraroq bo'lsa ham normal lekin bor-u, atak bosib olish kerak. Hozir aytlarni ko'raman, rent qancha ekan? Menimcha ishonsa bo'ladimi? Chunki suv mana bu yerda bo'ladigan bo'lsa, o'tiradigan joylar ana yoqda ko'rinyaptimi yo'qmi hali sizlarga? Hozir mana ash to'g'rida suv narsa qo'yadigan joylar. Xullas mana joyni ham rent qilib oldim. Menga e'tibor bermaysizlar, o'zim farqni ko'rsalar bo'ladi o'tgan safarga. Xullas, o'zim hozir suvga tushib ketaman. Pamo'yim video bo'lmasa ko'rsatib turinglar. Aytgancha prosta ma'lumot uchun bu yerda rent So'qcho'da 10 ming edi. Men bu Umbrellaniki, soyabonniki bu yerda 20 ming ekan. Keyin matras oldim, matras 5 ming won ekan. Mabodo ma'lumot uchun. Mana bu yerdan manzara deb bo'lsa agar buni. Xullas o'rtoqlar, hamma narsa tugadi desa ham bo'ladi. Men cho'milib chiqib boshqa qilib oldim. O'sha ketish payti ham keldi, ko'p qolib keta olmayman. Tezroq ketish kerak endi. Hozir ketaytirishda ataylab ketib yubormasdan shularni beraman deb qaytyapman. Shularga beraman deb. Ana qirog'i. Xullas mana. Bratishkalar, mana menda bor. Buy onasini yemsin. Hozir ko'rasan. Yana olib ketdi. Come on. Ash. Olib ketdimi? Bo'pti. Xayr. Uje orqamdan ergashib kelyapti ular. Shunaqa saxiy ishlarni ko'paytirishimiz uchun albatta bizga pul kerak. Albatta sizdan pul so'ramaymiz, shunchaki like bilan podpiskani bosib qo'ysangiz, shuni o'zi bizga katta yordam. Hali videoning davomida aytgancha yana boshqa plyajga boraman. U plyajda alohida shunaqa qushlarga beradigan narsa olib, alohida beraman. Bittani tugaguncha. Shuning uchun videoning oxirigacha ko'rsanglar, o'tkazib yubormasanglar, menga o'xshab bir shunaqa qiziqarli narsani xohlaydiganlar uchun albatta video juda ham qiziqarli bo'ladi. O'zimman bugun Inchonda aylanishga kelganman. Shuning uchun bu yerdan oxirga chiqib ketyapman. Bo'lmasa shu cho'milib yurardim. Lekin zo'r. Anetlarda bile krablar yotibdi yerda, qisqichbaqa o'lganmi, tirikmi, qimirlamayapti, demak o'lgan. Xullas, videoni ko'rishda davom etaveringlar o'zingizlar, birga bo'lar.
ko'rib turganinglardek уже Chinatownga ham keldim. No, bilmayman, bu yerda o'zi nima qiziq narsa bor. Prosesga qanaqadir plan qiladigan bo'lsam, shunday internetga kirib qidiraman, bo'ldim. Qanaqadir haligi qo'shimcha resurs chiqib o'tirmayman odatda. Shuning uchun ba'zida bu narsa minusga ishlashligi mumkin. Hozir ko'ramiz endi. Yo, просто tagbet fotosessiya qilish uchun lokatsiyani bilmayman. Ko'ramiz. Hozir to'palar rasmga tushyapti. Bu to'palar rasmga tushyapti pastda. Nu hozir ko'ramiz. To'g'ri aytgan ekanman, xullas shu faqat aylanadigan, fotosessiya qiladigan joy haqida aytgandek, qanaqadir ovqatlanadigan joylar bo'lishi mumkin. No, u menga qiziq emas. Qanaqadir sotsiyofobiya yo'q, umuman uyalmayman. Shuning uchun любой ko'chadagi любой odam men uchun operator. Hozir ham shu videoni pauza qilganim sababi rasmga tushish normal joy bor ekan, kirishda. Shuning uchun rasmga tushib olishga bitta brat to'xtatib rasmga olib qo'ying deb, rasmga olib keyin yana videoni bosyapman. Bu menimcha o'zi shunaqa bo'lishi kerak, uyalmaslik kerak hech narsadan. Har xil vaziyat bo'ladi baribir. Uyalish o'zizga minus bo'lishi mumkin. Misol uchun mana shu yerda uyalsam, rasmga olib qo'ying deolmasam, keyin shu bilan ertaga ketaman. Shu rasm misol uchun qanaqadir menga xotira bo'lib, eslaydigan darajada bo'lib qolmaydi. Hech narsa qolmasligi mumkin. Atay rasmga tushsam o'zimga qanaqadir xotira bo'lib qoladi. No, xullas. Kameraga gapiray, bahslarga yoqmaydi. Ana xullas. Faqat mana shunaqa Xitoy tematikasidagi joylar. Bitta O'pili. Bu qorinda qarang kattaligini onasini emas. Bratim tepadan olaymi? Xullas shunaqa. No, ovqatlari ham tamom yeb bo'lmasa kerak. Bilmayman, uy biling, tepada qanaqadir narsa ham bor ekan. Davaychi. Mendan nima ketdi? Hozir hansirab qoldim o'sha bor-ku. Bitta borib kelaychi, nimadir bormi ekan? Mana bunaqa Xitoy tematikalar. Hamma narsa ko'chadagi o'qib bilmayman bu yerda. Qanaqadir o'zini suvenirlari bor ekan, narsalari bor ekan. Mana bular qaranglar, nimadir shoximi bu? Xullas mana bu yerda qilichlar. Mana. Noda o'ylashim bo'yicha aytdi. Boshqa hech narsa qoldi, o'qib biling. Bratlarim. Такой mana. Bratim. Shu uyalishi onasini emasmi? Bo'ldi, bu yerda ko'radigan darajada narsa qolmadi. No, hozir ham bu yerda bor degan narsa joyini ko'rsataman. Normalniroq lokatsiya ekan. Mana bu yerda. Bilmayman. Nima bu? No, просто qiziq. Shuning uchun ketyapman. Bilmayman, даже nima bor. Xullas men tepasigacha chiqdim. Nima bor bilmayman. Bilasizlarmi, juda ko'p xullas deyapman asabiylarga tegib. Mana bunaqa joy bor ekan. No, betni ko'rsam kartada nayog'ini badminton kort deyapti. No, qiziq emas, короче. Mana bu yerda mana bunaqa haykalchalar bor ekan. Mana bu yerda ajdarho bilan takoy ajdarho jangchisi bo'lib rasmga tushib oldim. Bitta bratga yana yengil rasmga olib qo'ying dedim mana. Mana bratim xullas. Qani, mana o'ynashmaylar, короче, mana bunday qiladilar deb buf etib olov bilan yondirib yuboradi hammalarni. Bilmayman, xullas shunaqa qanaqadir, bilmayman, bular nimadir, xullas Xitoyda o'zini narsalari. Mana bu yerda bitta bratim kelib turib qizchasini rasmga olib turadi. Qizcha deganda bolacha, yosh bolacha o'zini qiz farzandini takoy bir rasmga olib qo'ying desam, yaxshi inglizchani bilar ekan, bilganda ham normal bilar ekan. For sure dedi. Rasmga olib qo'ydi, bo'ldi, tamom. Xullas endi yana nimadir joylarga boramiz. Let's go o'rtada. Shunaqa qilib bir kunimizni Inchonda o'tkazamiz. Albatta nima qilishni o'zingiz bilasiz, уже aytorib zeriktirib yubordim. Shu naman bitta knopka turibdi, like и подписка bosib qo'ying. Keyin
Da, siz ko'rib turgan paytda podpiskam qancha edi? Shuni ham kommentariyada yozib qoldiring. Qizil bo'ladi albatta. Men bu yerda o'zim bambukli suv ko'rib qoldim. Prosta qizil bo'lganligi uchun ichib ko'rmoqchiman. Mana men bu yerda shakar qamish dedimmi, bambuk dedim. Xullas nima bo'lsa ham mana 3000 bo'mmi, 4000 bo'mmi, xullas qancha bo'lsa ham shuncha ekan. Hozir ko'ramiz. Mana bu yerda o'zinglar ko'zinglar oldinglarda shunaqa suzib berar ekan. Suzib deyman, tayyorlab. Mana qilib apparatni siqyapti, bu betga tushyapti. Narigi tomonda bo'lsa, narigi tomonda bo'lsa mana quyib beryapti lopa. Qizil ekan ta'mi. Xullas mana hozir ichib ko'ramiz. Biling, yana xullas deyapman, his qilyapsizlarmi? Necha marta xullas dedim shu videoda yozib yuboringlar. Men bu yerda yana baratim. Shunaqa har xil narsalar va shu ko'p ekan, lekin borib yerda. Bismillah. Oy. Cho'tki bo'lar ekan, lekin ta'mi bor-ku. Va shirin bo'lar ekan. Boyagi joydan marojinlarni olib yeb oldim. 8000 won ekan u. Oqib ketadi videoga olmadim, lekin ozgina aylanib, u tomonda uncha ko'p narsa yo'q ekan. Men bu yerda yana o'sha Xitoy tematikasi, men bu yerda har xil o'sha tarixiy narsalari o'zini bu yerda Xitoy tilida, koreys tilida yozib qo'ygan ma'lumotlar. Baxtga qarshi egalasini ham bilmayman. Mana bu yerda ham shunaqa tematika bor ekan. Hozir tepaga chiqib ketamiz. To'g'rini qarang, nimadir bor ekan. Davayda chiqamiz-a. Hakkillab qo'yaman, gapirishim qiyin bo'lyapti, boru. Yes, orqamda hech kim yo'q. Voy onasini hamsan. Sumkani tepaga qo'yaman. Davay, ketdi. Hozir hech narsani ko'rsatmayman sizlarga. Agar ko'rinib qolmasa. Voy boshim. Voy boshim. Yomon urdim lekin. Boshim turganimda sizlar bildinglar, hech kim bilmasin. Sumkani mana bu yerga qo'yamiz. Bili, men buni qaranglar. Nima bu? Tayyormisizlar? Tayyorsizlar albatta. Mana takoy cho'tki manzara u vaqtda. To'g'rida dengiz, port, keyin mana bu yerda binolar. Umid qilaman sizlarga ham normallik ko'rinyapti. Agar unaqa bo'lmasa, bunday qilib olib turamiz. Yo, bunda g'alati bo'lib qolar ekan. Menga yoqmadi. Bunday qilamiz. Qani? Mana shu yerlarda samolyot bor, topib olinglar o'zingizlar xullas. Quyosh ko'zim dolyapti-nu, xullas samolyot bo'lsa kerak. Mana bu yerda to'g'rida qanaqadir orolcha nimadir bor ekan. Mana bu yerda to'g'rida port. Portdan yog'i dengizga chiqib ketadi. Mana bu yerda qanaqadir bino. Eng qizig'i ham o binoni qaranglar. Bundan ham hozir yaqinlashtirib olaman. Montajda ham to'g'rida tak mana shu bino. Hop, mana shu bino O'zbekistonda bayrog'iga o'xshar ekan, e'tibor bersanglar agar. Da o'rtoqlar, mana xullas sizlarga inchon, lekin bu hali hammasi emas. Ana shu portni qaysidir tomoniga boramiz yo aytgancha. Men o'rtoqlar yana yangi lokatsiyadaman xullas. Yana xullas, mana bu yerda qushlar. Nima bilmayman o'zi nima bo'lyapti. To'g'rida qanaqadir ko'zga o'xshagan narsa bor ekan. Xullas, men bu yerda tursam, qanaqadir tiket sotishyapti ekan, chipta, mana bunaqa. Shunaqa sotib oldim. Nimaligini ham bilmayman bu. Bittasi 6 da hozir ketamiz ekan, 6:30 da qaytamiz ekan. Nimaga bu? Nima qilaman, qayerga boraman bilmayman to'g'risi buni. Rostda qiziqishga oldim. Qanaqadir xullas shunaqa tur ekan, bitta orolga yo'q, hozir Yongjong degan orolga tur ekan. Tushunishim bo'yicha, agar shunda ham 100% tushunganim yo'q. Mana bunaqa kruizchada ketyapmiz xullas. Tinchlik bo'laversin hech qanday. Bu yerdan chiqib ketamizmi hozir shunda? Bilmayman, birinchi marta menda ham. Bilmayman. Havo o'sha uryapti, borib dengizda havosiz takoy cho'tki. Shabada. Tushunishim bo'yicha hamma shunaqa qilyapti mana. Hoppa. Mana bu yerda mashina mana shu.
tepaga chiqib ketishyapti уже. Oy oy oy. Xullas men yetib keldik. No, qaytib kelgan desam, onasini ham bu oddiy nima ekan-ku. Boyaga incho aeroport bor joyi. Prosta bu qirg'oqdan borib, qirg'oqqa o'tar ekan xolos. Yana hozir qaytib ketaman. Prosta men bu nima deydi, chag'alaylar bo'lar ekan xolosda, tushgan narsa. G'alati odamlarga hayron qolaman deydi. Bilasizlarmi, bugun haqiqiy bir bachkana, bir asl yuzli menda ko'ryapsizlar. Agar bilsanglar. Avashir tushunarsiz holat bo'ldi. Bilmayman nima bo'ldi bunda ham. Tushunarsiz holat bo'ldi xolos. Mana qaranglar, men bu yerga yetib keldik, onasini hamsin. Keldik. Keyin o'sha uy bilan osmonda qaranglar. Cho'tiye. Xullas men bu yerga keldik deb bordim. Aytga borgan edim, o'sha paytga chiqish boshlanibdi. 6da Ag'dan yo'lga chiqqan bo'lsam, yetib keldik. Hozir 6:20 bo'ldi. 6:30da oxirgi reys edi. Kelyapman, yana qaytib ketyapman. Nima bo'lyapti, shunda tushunganim yo'q. Shu yo'lga ham chiqib oldik. Yo'lga chiqqanimizdan keyin, конечно, hamma tashqariga chiqib narsalar berishni boshladi. Shuning uchun o'zimda yo'q bo'lsa ham birovlarni bergan sizlarga takoy videoga olib beraman. Hatay, men bu qushlar vashi beparasat ekan, любой joyda ishini bajarib ketaverar ekan. Boya bitta bratishkani yelkasiga bajarib yubordi. Hozir ham mana любой joyda o'zi yerga tushyapti. Avvallar qaranglar. Tarafida sal kamroq ekan. Ashi sochim yuvib ketyapti. Ora kalga oldirib yuborayman. Yomon asabga o'zyapti. Baratim Titanic'da oynayapti hayollarida. Mana o'sha quyosh botishi ham boshlanyapti, sekin quyosh ham botyapti. Bu degani, sekin videoni tugatsam bo'lardi, to'g'ri, hali ozgina vaqtim bor, inchonda ozgina aylanishim mumkin, lekin to'g'ri tushunasizlar, ozgina o'zim bilan bo'lishishga vaqt berasizlar degan umiddaman. Opa, bemalol uyalmasdan baqirib, men bu yerda efir qilyaptimi, nimadir qilyapti, ko'z tegmasin. Ana, xullas, sizlarga manzara. O'ylaymanki, kamera kadrda kuydirib yubormayapti, yaxshi chiqarib beryapti. Lekin rostdan zo'r sunset bo'lib beryapti. Opa, orqada raqs ketyapti, ko'z tegmasin, fonda ko'rsanglar bo'ladi, takoysizlar uchun. Xullas, ko'p gapirmayman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin. Va keyingi videolarda o'z nimani ko'rishni xohlaysiz, shuni ham yozib qoldirsangiz, albatta qiziq, shunga qarab balki kontent chiqararman. Shunaqa xullas. Albatta like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Keyingi video qanaqadir yangi Koreyaga kelib turganlar uchun foydaliroq bo'ladi menimcha, chunki oxirgi ikkita videodan beri
Faqat vlog, sayohat vlog ko'ryapsizlar. Xullas o'rtoqlar, xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Cool.